Yangi O'zbekistonni qurishda yo'limiz to'g'riligi bitta narsaki, odamlar rozi. Jizzax yoshlarini ko'rib, bugun havasim keldi, kayfiyatim ko'tarildi. Ular ko'zi yonib turibdi. Kelajagini o'ylagan davlat, millat rivojlanishda barqarorlikka erishadi. Odamlar tibbiyotdan, ta'limdan rozi bo'lsa, jamiyat o'zgaradi. Qachon bozor topamiz? Tannarx imkon bormi? Juda katta imkon bor. Nima hisobiga? Mahallashtirish hisobiga. Kambag'al yashagan ishsiz odamni o'zimizni tanamizdek bilishimiz kerak, uni uyiga kirib borishimiz kerak. Butun elimiz bilan belimizni mahkam bog'lab ishlaylik shu tizimda. Har bir odamni uyida ham o'zgarish bo'ladi. Men ko'rib turibman 5 yildan keyin Jizzax viloyati nima bo'lishini. Lekin bunga eng katta mezon tinchlik, osoyishtalik kerak, birdamlik kerak.